odob. Uy ichida bir oilada yashab turganlarni ham o'ziga yarasha odobi bor. Bu ham Qur'oni Karimda bayon qilingan, xususan Nur surasida batafsil bayon qilingan. Bir oilada ota-ona, bolalari, kelin bo'lishi mumkin. Yana shunga o'xshagan bir oilada yashaydigan shaxslar hammamizga ma'lum. Mana shular uy ichida mahram o'laroq birgalikda yashab turgan eng yaqin insonlar bo'lsa ham, ana shuni ham o'zining odobi bor. Shu odoblarga rioya qilinishi kerak. Ota-onaning o'zining alohida xonasi bo'lsa, voyaga yetgan o'g'il qizlari u xonaga ruxsatsiz kirmaydi. Ruxsatsiz kirishi mumkin emas. Voyaga yetgan, balog'atga yetgan, uyat aybni biladi, avratni tushunadi, boshqa bo'ladi. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallam shu hadisni aytib, ota-onani oldiga ularni ruxsatsiz kirib bo'lmaydi deganda sahobalardan bittalari, onam qari insonlar, men u kishining xizmatini qilib turaman, har kirganimda ruxsat so'raveramanmi deganda, nima bo'lmasa onangni kiyimsiz holda ko'rmoqchimisan deganlar. Haqiqatan ota-ona kiyim almashtirayotgan bo'lishi mumkin yoki uxlab qolgan bo'lishi mumkin. Uxlaganda qanday holatda yotganini o'zi ham bilmaydi. Yoki biror narsasini yig'ishtirmagan bo'lishi mumkin. Buni endi balog'at yoshidagi o'g'il qizlari ko'rsa xijolat bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular ota-onasining xonasiga izinsiz kirishlariga shariatda ruxsat yo'q. Shuningdek, o'sha balog'at yoshiga yetgan o'g'il qizlarning o'zlarining xonasi bo'lsa, bir-birinikiga ham ruxsat so'rab kirishadi. Ota-ona ham balog'at yoshiga yetgan bolalarining xonalariga o'sha taqillatib, kirib bostirib bormasdan ruxsat so'rab kiradi yoki chaqirib tashqarida gaplashadi. Kichik yoshdagi avratni farqiga bormaydigan bolachalar bo'lsa, ular hech nimasi yo'q, tangligi yo'q, kirib chiqib yurishaveradi, ularga ruxsat. Xususan 3 paytda, tong paytida uyqudan turadigan paytda, choshgoh peshindan keyin odamlar salqinlab dam oladigan paytda va kechasi uyquga yotgan paytda alohida bu narsa ta'kidlanadi. Ruxsat so'ramasdan yaqinga borilmaydi, kirilmaydi. Ana u narsani doim e'tiborini qiladi, yaxshi bir saviyada saqlab turadi. Bir oilada yashayotgan insonlar, ota-onalar, farzandlari, kelin-kuyovlar va boshqalar har demak muomalalarida viqorni, odobni, bosiqlikni, sokinlikni o'zlariga lozim tutishlari kerak.